Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Shodlik ko'chasida joylashgan 22-domning 8-kvartirasini qisqachagina video obzorini qilib beramiz. Bu kvartiramiz sotiladi. Remontlari o'ziga xos polni, yevro remont qilingan, barcha jihozlari bilan sotiladi. Narx-navolari kelishilgan holda, kimga qiziq bo'lsa kelib shaxsan ko'rib, ko'zlaring bilan baraka qilishliklaring mumkin. Sizlarga qisqachagina obzorni boshladik. Qana ketdik. Domimizning tashqi ko'rinishi. Tashqi ko'rinishi. Ro'parada ikkinchi etajda joylashgan domimiz. Bu kirish podezimiz. Podvali ham mavjud. Shundoqqina polni tashqi derazalar akvaromlar qilingan. Kimga qiziq bo'lsa kelib shaxsan baraka qilishliklaring mumkin. Endi ichkarilarni ko'rsatib o'tamiz. Bu kirish qismi. Kirganimizda o'ziga xos polni yevro remontda uzungina koridor. Ro'para qismimizda koridordan kirganimizda chiroyli mehmonxonamiz mavjud. Har bir xonamiz yevro remont qilingan. Chiroyligina mehmonxonamiz. Bu tarafda oshxona qismi mavjud. Egalar aytishyapti, albatta barcha videoda ko'rib turgan jihozlar qoladi deyishyapti. Ayrim kerakli narsalardan tashqari mehmonxonamizning oldida bitta yotoqxona qismimiz mavjud. Yotoqxona qismimiz. Bu joyda bitta dushovoyimiz mavjud. Bu joyda dushovoyimiz. Albatta issiq suv, sovuq suv sharoitlariga ega. Dushovoyimizning oldida bitta alohida tualetimiz, unitazimiz mavjud. Shu ko'rib turgan barcha jihozlaring, mebellar qoladigan holatda ko'chib kelib yashashlik uchun tayyor holatda. Kimga qiziq bo'lsa kelib shaxsan egalari bilan baraka qilishliklaring mumkin. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan-da ko'p obzorlar qilib berishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.